Ko'rsatib qo'yingchi bir quygan joylarimizni. Biznikini ustida bemalol yursangiz bo'laveradi. Unaqa ertaga yurasiz, 10 kundan keyin quriydi degan gap so'z yo'q bizda. Lekin bir sakrab ko'rsatib qo'ying. Ko'rishinglar mumkin, hech qanaqa yoriq joyi yo'q. Mana ko'rishinglar mumkin. 8 sm quyilgan xolos. Mana chiroyli holatda bitgan. Burchaklari bilan ko'rishinglar mumkin. Mana ustida bemalol yursa ham bo'laveradi. Muammosi yo'q. Xudo xolasa. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, agar tagidagi materiallari bilan bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrati 5 sm bo'lganda 38 ming so'mga aylanadi. 8 sm esa 43 ming so'mga aylanadi. 10 sm bo'ladigan bo'lsa 48 ming so'mga aylanadi. Agar tagidagi materialini olib bersanglar 35 ming, 40 ming, 45 ming so'mdan qilyapmiz. Piltalarga kelishgan holda, firmalarga kelishgan holda vodiy bo'ylab shu narx. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab shu narx bir xil. Toshkentlarga kelishilgan holatda ob'yom kattaroq bo'lsa, chiroyli narxda qilib beramiz. Bemalol pastdan nimalarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana tekis holatda bo'ladi shunaqa. Ko'rishinglar mumkin, mashinalar bitgan 8 sm. Tagiga nima solinadi deganlarga, mana shu tagiga material. Ko'pchilik buni salafan, shunaqa narsa solib qo'yadigan, salafan solinmaydi. Bu o'zidan suvni o'tkazadi, penani mustahkamligini oshiradi. Penani o'zi, gips, sement penani o'zi qoladi bunda. Og'ir bo'lib ketadi deganlarga, lekin buni kvadrati 1 kvadrati 5 sm quyilganda 18 kilodan 15 kilogacha qoladi. 10 sm quyilganda 22 kilo, 25 kilo bo'ladi 1 kvadrat joysi. Unaqa og'ir bo'lib ketmaydi. Mana ko'rishinglar mumkin ish jarayonlarini. Kimga shu tomga pena qo'yish xizmati qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz beraverasizlar. Mana ishimiz sifatiga 100% garantiya. Buni afzalliklari issiq sovuqni zo'r ushlaydi. Hali ko'pchilikda tunuka qilingan, issiqni o'tkazib yuborayotgan uylarga zo'r bu. Umuman issiqni o'zidan o'tkazmaydi. Qishda uyni ichidagi issiqni chiqarib yubormaydi. Mana ko'rishinglar mumkin, ob'yomni 240 kvadratlik joyimiz. Namesidan tashqari uyda o'zi 240 kvadrat. Mana buyoqlar bitgan, buyoqlar sekin bitirib ketyapmiz. Bizlarga faqat sharoit qilib beradigan bo'lsanglar, to'k suv bo'ladi. Hozir bu yerda suv jicha tanqisagan, o'shangacha dam olib qolyapmiz. Shunaqa gaplar, aziz YouTube kuzatuvchilar. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan